Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi o'maq kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi Kengoroning xaltasidagi qushqashlar. Tarjima qiluvchi Osmonjon Muhammad. Amsi kitobimizni boshladik. Intayin tez yuguradigan bir kenguru bo'lib, uning ismi Bing Bing ekan. Bir kuni u intayin tez yugurib ketib o'tib, ehtiyotsizlikdan yo'l bo'yidagi bir daraxtga usib sapdi. Tong! Navada uning usib salg'ini odatdagi daraxt bo'lgan bo'lsa, balkim bu hikoyami bo'lmagan bo'ladi. Biroq Bing Bingning ta'liyi o'ngdan kelmabdi. U usib olgan daraxtda bir qushqash changisi bor ekan. Men qushqashning bundoq pakar daraxtga changa soydiganligini o'ylabmi boqmabdikanman, debdi Bing Bing. Faqat daraxtli bo'ladi ekan, biz qushqashlarning changisi bo'ladi, debdi qushqash apandi. Ayni chaqda mushu daraxtni changa silishga tanlagandimi, u qushqash xonimga mushundaq degan ekan. Odatda qushqash xonim to'xtamay vichirlashga ko'nib qolgan bo'lsa-mu, bugun uning eg'izi gapga kelmay qopdi. Chunki u bunda xatarlik ahvolning hamon bir kuni yuz berdiganligini biladi ekan. Biroq nima amal? Qushqash apandi pakar daraxtning atrofida uchib yurib yemaklik izlaganda qo'nish qulaylik bo'ladi, deb bu pakar daraxtdan ko'chishga unamaydi ekan. Kim bizning changimizni buzib atgan bo'lsa, shu to'lab berish kerak. Qushqash apandi Bing Bingni tutib olib qo'yib bermabdi. Nima? Sizlarga changa to'lamdi? Bing Bingning beshi ketibdi. Bo'pti. Kim meni falokatli qilsin debdikan? Bo'ladi. Men berib quruq o'chib, loy tepib kelay. Meni saqlab turinglar. Bing Bing shundaq debla quyruqi bilan o'rniga belgi selib olib mengishga tamshilibdi. Turib turing. Bizning oiladagi cho'ng kichikning cho'qim bo'ron chapqindan panohlanadigan bir bexatar joyimiz bo'lishi kerak. Qushqash apandi Bing Bingga mahkam eslib olib, uni mang'il qo'ymabdi. Bo'ladi. Amsa sizlar tosh o'ngirga kirib daldilanib turinglar. Men u yerda yemakliklarimni saqlagan. U yerdan bir tomchimi yomg'ir o'tmaydi, debdi Bing Bing. Bo'lmaydi. Qushqash xonim oxir eg'iz ichibdi. Biz sening ochliqing emas. Biz u o'ngirda tura olmaymiz. Chunki u yer bek sovuq. Amsa sizlar daraxtning qavqida turinglar. Men u yerda qulluq qilib pullarni saqlab kelgan. Mush vaqtgacha biror tolma yutib boqmadi. U yer eng bexatar, debdi Bing Bing. Bo'lmaydi, debdi qushqash xonim to'limi xafa bo'lgan holda. Biz ham sening pulingmi emas, daraxt qavqi to'limi tinchiq. Bundoq yerda biz qandoqmi yashay olamiz? Amsa qandoq qilamiz? Bing Bing bu bir oila qushqashning o'zini bundoq avar qilganligini o'ylabmi boqmagan ekan. Dal mush vaqtda qushqash apandi Bing Bingning atrofida aylanib, uningga takror qarabdi. Bing Bing buningdan to'limi g'alatilik his qildi. Biz sening oldingdagi xaltangda tursak bo'lg'idek, debdi qushqash apandi. Bu dal qushqash xonimning ko'ngliga qipti. Kenguru Bing Bing buningga intayin norozi bo'lsa-mu, lekin uning xaltasi yanada qushqashning o'ziga aylanibdi. Buning vaqtliq bo'lishini umid qilaman, debdi Bing Bing. U bir tarafdan quruq cho'p izlagach, g'udrab mengibdi. Bu bir oiladagi qushqashlarning hech bir uy ko'chkisi kelmabdi. Kenguruning bu xaltasi ularga intayin issiq va bexatar uvi bo'pti. Eng muhimi bu sakrab taqlab yuralaydigan ko'chma uvi ekan. Yana texi uning o'ylab boqmagan foydali tarafimi bor ekan. Masalan, Bing Bing tunugun kino ko'rgil barganda uning bir biletiga qushqash oilasidagilarning hammasi birlikda kino ko'rib chiqibdi. Ammo Bing Bing talla taomlar oshxonasiga kirganida ayiq direktor uni to'sib olib, "Siz 5 dona kirish bileti setib olishingiz kerak", debdi. "Nima uchun?" Bing Bing tushunmasdan so'rabdi.
Chunki siz 4 qushqashnimi bili elib kepsiz emasmi? Debdi ayiq direktor. Biroq ular faqat mening xaltamda turadigan qushqashlar. Ular tamoq yegili kelmagan, deb tushuntiribdi Bing-Bing. Korim yo'q. Bu yerga qancha odam kirsa, shuncha odamga bilet oladigan gap, debdi ayiq direktori qat'iylik bilan. Bing-Bing och qolmaslik uchun 5 dona bilet elib oshxonaga kiribdi. U puliga ishorgan holda, "Navoda kunda mushundoq chiqim qilaversam, hamon bir kuni vayron bo'lib ketgudekman", debdi. Biroq qushqash oilasidagilar bir vaqt esil tamoq yeb, to'liq xushal bo'lishibdi. Ikki qushqash balasi asta-asta cho'ng bo'pti. Ular naqshi aytishni o'rganibdi. Bing-Bing o'rmonliqda sayli qilganda ular intayin yaqinliq vichirlaydi ekan. Omaq qushqashlarning naqshisini anglag'ach sayli qilsa, nima degan huzur-a? Gugum chiqdi. Qushqash xonim allay naqshisi aytishga boshlabdi. Qushqash xonimning allay naqshisi ballarni uxultib qo'yibdi. Buningga agishib, Bing-Bingning uyqusi kelib, kayni-kaynidan bir nechun asnabdi. To'satdan tong qilgan ovoz bilan tang u yana bir daraxtga o'sibdi. Har nima bo'lsa, bu daraxtda qushqash changisi yo'q ekan, debdi Bing-Bing. U daraxtga xili qattiq o'sib olganlikdan besh qayib ketibdi. U texi asliga kelmay turibla bir to'p hara uningga hujum qilibdi. Chataq yeri u hari ko'niki bor bir tup daraxtga o'sib olgan ekan. Navoda bu odam chaqadigan harilarmi Bing-Bingga eslib olib, hari ko'niki to'lab berishni, Bing-Bingning xaltasini ko'nak qilib turishni talab qilsa, Bing-Bing tugishidi. Bing-Bing barliq kuchi bilan qochishga boshlabdi. Harilarmi uning orqasidan to'xtamay qo'g'labdi. Uning xaltasidagi qushqashlar bo'lsa, uningga madad berib, barcha ovoz bilan "Bing-Bing, g'ayrat qil", deb vichirlashibdi. Bing-Bing qachiverib, oxiri amalsizlikdan poltong qilibla bir sesiq lay ozgiliga tushib, layning ichida dumilab ketibdi. Buning bilan Bing-Bing lay kenguruga aylanib qopdi. Uning butun badani sesiq purab ketibdi. Harilar bu sesiq puroqqa chiday olmay, g'ong-g'ong qilib uchib ketibdi. Uning xaltasini uvi qilib turayotgan qushqashlarmi bu puroqqa chidab tura olmay, o'ykitishni qaror qilibdi. "Biz amdi cho'ng daraxtdan birini tepib, changga solamiz", debdi qushqash xonim. "Biz ba'zida qaytib kelib, yana sizning xaltingizda turamiz. Biroq u vaqtda opamni allay naqsi etkizmayli. Bo'lmasa sizmi uxlab qolgansiz", debdi ikki bola qushqach. Shuningdan keyin Bing-Bing qaytadan erkin ozoda turmushga erishibdi. Lekin u doim bir narsa kamdakli his qiladigan bo'lib qopti. U yolg'iz kinoxonaga berib kino ko'radi ekan. Yolg'iz tamoq yeydi ekan. Yolg'iz sayli qiladi ekan. Bir kuni Bing-Bing o'rmonliqdan o'tib ketib, to'satdan sur'atini tezlatibdi. U ko'nglida "Men mushundoq tez yugursam, balkim yana bir qatim qushqash changisi bor daraxtga o'sib selishim mumkin", deb o'ylabdi. Bu hikoyamizmi shunday qilib mishada oxirlashdi. Yoqtirdinglarmi? Amsa kelarki sonni ko'rishaylik. Omon bo'linglar. Xayr xo'sh.